Hozir sizni miyangiz 15 sekundga muzlaydi, ya'ni to'qqizg'ishtinimiz tuzga aylanib qoladi. Ko'zingizlar oldida ikkita tuz paydo bo'ladi. Bu fokusni o'rganish uchun hoziroq menga obuna bo'lib qo'ying. Chunki men 100 ta fokus o'rgatish challenjiga start berganman. Aytgancha videoni saqlanib qo'ying, chunki o'rganish uchun bu videoni 5-6 marta ko'rish kerak bo'ladi. Bu fokus uchun bizga oddiygina kartalar kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy kartani eng boshiga qo'yamiz, undan keyingisiga esa bitta kartani bunaqasiga, bitta kartani bunaqasiga qo'yamiz. Bu ikkalasi bir xil bo'lsa, effektliroq chiqadi. Uni tagiga yana bitta karta qo'shamiz va ushlab turamiz. Mana shu ko'rinishda. Bitta karta ochamiz. Buni ustini misol uchun ikki qorani ustini yana bitta karta bilan yopamiz. Hamma kartani shu ko'rinishda ushlaymiz va bittasini tepaga ko'taramiz. Shu paytda bosh barmog'imiz yordamida bu kartalarni ushlab olamiz. Bu qo'limiz bilan to'sgan paytda esa buni itaramiz. Qarabsizki, bizda ikki kartamiz tuzga aylanib qolgan bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan mana shu ochilib qolmasligi kerak. Ehtiyotkorlik bilan ochasizlar va ko'rsatasizlar. Tagida boshqa karta yo'q. Bu fokusni o'rganib oldingiz, endi yaxshilab mashq qiling, keyingi fokusgacha va videoni saqlanib qo'ying. Keyingi fokuslar bundan ham qiyinroq bo'ladi. Tayyor turinglar va hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar.